Endi birodarlar, bugun O'zbekistonimizni mustaqil bo'lganligini 4-yil bayram. Milliy o'zbekni bayrami. Rus og'asidan maslahat so'rashdan qutulgan kuni, o'ziga o'zi haqiqiy o'zini o'zbek degan, o'ziga bek bo'lgan nomini qaytargan kuni. Buni Abdulbutullar tushunmaydi. Oldingi non arzon, ovqat arzon paytida qorni uchun faqat shu dangasalikka o'rganganlar buni tushunmaydi, mustaqillikni nima ekanligini. Mustaqil bo'lganligi, o'ziga o'zi ega bo'lganligi. Men bir ikkita misollar keltiray. Ba'zi yosh oldingi paytni ko'rmagan, u paytda namoz ham o'qimagan ba'zi yigitchalarimiz bor. Mustaqillik deb gapirganimda, o'zimizga o'zimiz ega bo'ldik deganimizda tirjayib turishadi. Ko'kchani masjidini suvog'i tushib ketdi, davolini suvog'i. Shuni suvab qo'yish uchun 20 ta odam qo'l qo'ydi, 15 tasi ulug' vatan urush qatnashchilari. Savmiyga yuvarildi. O'zbekiston Savmiysiga yuvarildi. Ular Moskvaga yuvardi. Ruschaga tarjima qilib. Biz kim? Toshkent shahrida, Oktabr nohiyasida Ko'kcha degan masjid bor. Tomini shuvog'i tushib ketdi, davolini shuvog'i. Shunga ruxsat berasizlarmi shuvab qo'ysak? Moskvaga ya ko'rdingizmi, bitta masjidni davolini shuvash uchun Moskvadan ruxsat so'raladi. 7 oy, 8 oydan keyin ulardan javob keladi. Mayli, o'sha joyigina shuvalsin, hammasi shuvalmasin. Buni ishtirokchisi bo'lganmiz axir. Ana o'sha joyni o'zini shuvayotganingizda xizmatchi keltiradi. Bunisini shuvalsang sudlanasan. Bunisini suvasang 1 yildan 2 yilgacha qamoq jazosi bor. Esingizdan chiqmasin, aytib qo'yayman. Ruhoniylar. Buni ko'rmagan yigit bachchalarimiz hozircha bu kunni shukrini bilmayapti. Bular bilmayman nimani tushunadi bular mustaqil deganda. Allohimga beadad shukr bo'lsin, hozir O'zbekistonda 5,5 mingta masjid bor, jami masjid. 80 ta. 17 ta edi. 500 Toshkentda 17 ta edi. 550 ta jami bor. Buni shukrini nima deymiz? Alhamdulillah, shukr deb buni mustaqil bo'lganligimizga Allohga beadad shukrlar demaymizmi? Mustaqillikning sharofati emasmi bu? Hammasini tarozini bir joyga qo'ying. Bo'pti, mayli. Masjidlarni ham ishini, madrasani ham ishini. Nima bo'ldi? Makka deganda kim ko'z oldiga nimani keltira oladi? Madina deganda qaynaqa ko'z oldiga keltiramiz? Ha? Madina, Makkadagi o'zbek hamshaharlarimiz, O'zbekiston, Toshkent, Buxoro deganda ular ko'zini oldiga qanday keltirardi ko'rmaganlar. Otalarimiz yig'lab, qon yig'lab Makkani, Ka'bani bir ko'rsam dedi, meni otamni o'zi yig'lab o'tib ketdilar. Ko'rib ziyoratlarni qilib kelyapmiz. Shuni o'zi bitta tarozini o'zi bosib oladi. O'tdagi qarindoshlar kelib, bo'tagilarni ko'rib, ularni yig'izorisini ko'ring. Ota-ona diyorini ko'rish. Men bilmayman kimlarningdir ta'sirida ba'zilar bu mustaqillikni haqqiga duo qilsangiz ba'zilarni jahli chiqadi. Bu mustaqillikni jarchisi, sababchisi podshohimiz, prezidentimiz haqlariga duolar qiladi. Allah umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Elim, yurtim deb kuyayotganlarni Toshkentdagi o'zgarishni ko'ring. Lekin bizda ilm kamligidan tushunmaymiz. Biz singdira olmayotibmiz. Birdan hamma narsa borida birdan yo'q. Endi bo'linding. Endi o'zing topasan harakat qilib 5-6 yilga sabr qil. O'sha
Sovet ittifoqi ham 70 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yil qiyinchilikda o'tib, bir 20 yil bag'riga sal endi bir yo'l bo'lgan bo'ludi. Urushu, ocharchiligu, qirg'inu. Bir 3-4 yil, 5 yilda inson o'zini o'rnini mamlakat topib ketadi. O'zbekiston mamlakati buyuk bo'ladi degancha har xil gaplar tarqaladi. Har xil gaplarni. Nimamish? Qishloqdagilar boshoq terib yeb yurganmiz. Bolalarini sochayotganmiz. Yolg'on o'xshasan. Bolasiga non topib bera olmaymiz, o'zini osib qo'yganmiz. Shu zamonda ya siz o'sha qishloqlarga boring, o'ng qoplab non yopib, hali ham isrof bo'layotganini ko'rasiz. Biz o'zimiz borib ko'rdik. O'yin kulgi tapara-tapardan bo'shashmayotibdi. Bolasini sotarmish. Sotadigan narsa ko'p. 100 ta qo'yi bor, yo'q deganda 10 ta qo'yi bor. Bular hammasi dushmanlarni tarqatadigan gaplar. Ig'vo gaplar. Hech qachon Allohim O'zbekdaqa, O'zbekistonda yashaydiganlardaqa mehmondo'st, dili poklarni bu holatga tushirib qo'ymaydi. Lekin shuni biling, din diyonatimizga juda katta erkinlik bergan. 86-yili ikkinchi amri ma'ruf qilmayman deb yozib ber deb turib olishgan. 86-yili boshqa amri ma'ruf qilmayman deb yozib berib, ertasi jumada gapirganman. Shu uchun Vaqqosatadan ketib qolganman. Bularni ko'rmagan ba'zilar xuddi o'zi shundoq edi-yu shundoq bo'ldi-yu bu kamdek tuyuladi. 100 ta odam bir iftorlikda o'tirsa, bitta 2 ta odam namoz o'qirdi. Hozir namozxon ko'paydi. Namoz o'qishyapti. O'zi boshimizdan nima kun o'tdi? Arag'ini ichkazdi. Cho'chqa go'shini yegizdirdi. Qilmagan qiliqlarni qildirtirdi. Yana ham qonida musulmonni qoni bor xalq ekanki, agar boshqa xalqni boshidan bunday ishlar o'tganda musulmonchilikni men xarib qolmasdi. Shunchalik ota-buvalar ixloslik, e'tiqodli bo'lgan ekanki, bayroqni, islom bayrog'ini baland ko'tara olmasa ham tushirib yormadi, qo'lida ushlab turdi, pastga egib bo'lsa. Alloh taolo rahmat aylasin. Shu kunlarga yetib kelmagan ustozlarimizni, ota-onalarimizni bir marta shunday bir oynai jahonda Bismillahirrohmanirrohim deganini eshitarmikinman deb qancha odam bag'ri qon bo'lib o'tdi. Qancha ishlar o'tdi boshimizdan. Qancha qamchillarni yedik. Qancha ishlar bo'ldi. Buni bugun namozga kirganlar tushunmaydi. Oldingi namozxonlarning boshidan nima kunlar o'tgan. Ayniqsa amri ma'ruf qilib yurganlarni qanday boshidan kunlar o'tganini sezmaydi. Buni Alloh taolo egam bu kunni bizga bir ne'mat qilib berganda buni qadriga yetishimiz kerak. Ilohim mustaqilligimizni bundan ham mustahkam qilgin. Ilohiy qiyomatgacha mustahkam ayla. Islomga quvvat ber. Mo'min musulmonlarni ittifoqli qilgin. Har xil g'ayrilarning tashviqotlariga uchmasin. Ota-buvalarni e'tiqodi ko'rsatgan yo'lida adashmay borishlikni Alloh nasib etgin.